Hojatxonada mustahab qilish. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Hojatxonada mustahab qilsa bo'lamdi? Men turadigan o'rinda tuzuk bir mustahab qilgudek o'rin yo'q edi. Shunga doim hojatxonada qilatdim. Yaqinda biraylar menga hojatxonada mustahab qilsa bo'lmaydiganligini, payg'ambarimizning bu vaqtda aniq hadisi borligini deydi. Lekin men munosabatli bilimlarni ko'rib, bu to'g'risida hadis borligini hech ko'rmadim. Shunga ustozlar bu vaqtda aniq bir yo'l ko'rsatgan bo'lsa. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Islom dini pokizlikqa, insonni izzatlaydigan har qanday go'zal ko'rinishga ahamiyat beradi. Bu sababdan namozning to'g'ri bo'lishi uchun badan, kiyim va o'rinning pokiz bo'lishini shart qilgan. Bilishimcha, dinimizda hojat qilgan o'rinda mustahab qilsa bo'lmaydi deydigan alohida bir ko'rsatma yo'q. Lekin najosat yo'q, najosat chachirmaydigan joyda mustahab qilish, tahorat elish pokizlik jihatdan afzal. Burunqi odatimizda tahorat sundirish ayrim yerda, mustahab qilish ayrim yerda bo'ladi. Hozirgi turmushimizda bo'libmi shahar uylarida tahorat sundirish, suv bilan istinjo yoki mustahab qilish har ikkisi ko'pincha bir joyda, hatto bir o'ltirishda qilinadi. Kiyimga najosat chachirib ketishdan saqlansala cheklama yo'q. Mayli bo'laverdi. Tahorat elishda Allohning ismini atash vojib yoki mustahab bo'lganligi uchun mumkin bo'lsa najosat yo'q ayrim joyda tahorat elish, bo'lmasa najosatni eqitib o'tib, andin tahorat elish kerak. Shundaqdimi najosat bo'lgan joyda tahorat olgan taqdirda tahorat to'g'ri bo'laverdi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom 40 numurliq fatvo.